Davom etamiz. Poytaxtimizda yosh kutubxonachilar Respublika ilmiy-amaliy forumi boshlandi. 3 kunlik forum doirasida ko'plab tadbirlar bilan bir qatorda innovatsion loyihalar tanlovi ham tashkil etilmoqda. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Dunyoning eng qadimiy kutubxonalariga e'tibor qaratsangiz, ulkan tarix bilan birga sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan qidiruv va raqamli resurslar yonma-yon ishlayotganiga guvoh bo'lasiz. Bugun global kutubxonachilik shunchaki kitob saqlash emas, balki katta ma'lumotlar va innovatsion texnologiyalarni boshqarish markaziga aylanib bo'ldi. Yurtimizda kutubxona tizimini zamonaviy innovatsiyalar bilan boyitish maqsadida Yosh kutubxonachilar Respublika ilmiy-amaliy forumi hamda uning doirasida innovatsion loyihalar tanlovi o'tkazilmoqda. Forumning eng mas'uliyatli qismi sohaga yangi qon olib kiruvchi innovatsion loyihalar tanlovi bo'lib, respublikaning turli hududlaridan jami 76 ta loyiha kelib tushgan. Ilmiy darajaga ega hakamlar guruhi har bir loyihaning dolzarbligi, innovatsionligi va amaliy mexanizmlarini chuqur tahlil qildi. Natijada eng yuqori baholangan 12 ta loyiha ikkinchi bosqichga yo'llanma oldi. Ushbu bosqichda mualliflar o'z ishlanmalarini hakamlar hay'ati oldida jonli taqdimot shaklida himoya qilmoqda. Innovatsion loyihalar tanlovida mening loyiham qabul qilindi. Ushbu loyiha kutubxonalarda ilk kutubxona o'yinini yaratish loyihasi bo'lib, Book City deb nomlanadi. Kompyuter zallarida o'yinlarga berilib ketgan yoshlarni aynan kutubxona tizimidagi yagona yangi hali qilinmagan ushbu loyiha orqali kutubxonaga va kitobga qiziqishini oshirishdan iborat bo'ladi. Ushbu Book City loyihasida kitobxon o'zi kitoblar olamida birga virtual tarzda sayr qiladi va kitoblarni o'rganishi, bilim olish imkoniyati ham bo'ladi ushbu loyihada. Startup g'oyalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida xususiy sektorlar vakillari ham taklif etilgan bo'lib, bu tashabbuslar ular uchun ham qiziqish uyg'otmoqda. Biz nashriyot matbaa korxonalarini bu yoqqa mehmon sifatida taklif qilinganmiz va bu forumdagi umuman yoshlarning g'oyalarini o'rganyapmiz. Sababi biz xususiy nashriyot matbaa korxonalari faqat ishlab chiqarish bilan band bo'lmaymiz. Biz kitob do'konlari bilan hamkorlik qilamiz. Ya'ni o'zimizni ham kutubxonalarimizni tashkil qilamiz. O'sha kutubxonalarda mana shu yangi g'oyalardan foydalanish imkoniyati bor biz uchun. Bu forum sohani rivojlanishiga katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. E'tiborlisi, birinchi bosqichdan o'ta olmagan loyiha mualliflari ham chetda qolmadi. 3 kun davomida ekspertlar ularga o'z loyihalaridagi kamchiliklarni to'g'rilash va kelgusida ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha aniq tavsiyalar berishdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan kitobxonlik va kutubxonachilik sohasiga qaratilayotgan e'tibor yoshlarning innovatsion g'oyalari bilan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu esa sohaga zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Umida Umar va Islom O'rinboyev Jarayon informatsion dasturi uchun tayyorlandi.